chunki men o'zimni orzularimga sari bitta qadam bosdim men уже. U o'qiganda edi, dedi. Men aytdim, "Ha, sizlar demak o'qimagan ekansizlar" dedim. "Yo, o'qiganmiz" deb qo'ya qolishdi. Bizga ham nasib qilsin. Xudo xohlasa. Farzandimiz ketidan dunyo ko'rish. Kamronbekni urushgan vaqtingiz, o'qigan deb turib, ko'zga yomon ko'rgan vaqtingiz ham bo'lganmi? Hozir o'ziga ham aytdim, hozir quchoqlab xayrlashayotganda bolam, "Sen bilan faxrlanaman." Do'stlar, biz oxirgi haftada aeroportga juda ko'p kelmaymiz, deyarli shu yerda yashaymiz desak ham bo'ladi. Mana bugun ham Malayziyaga Kamronbek ismli o'quvchimizni jo'natyapmiz. Bular 100% grantga erishdilar. Ularning darajalari 6 va hozir bularni ota-onalari bilan, yaqinlari bilan ichkarida jarayon qanaqa ketayotganligini ko'rsatamiz. Biz bilan birga bo'linglar. Ketdik. Aeroportga kiraverish hududida kamera bilan kirishga ruxsat bermaydi. Qolganini ichkarida davom ettiramiz. Aytgancha, agar siz yaqinlaringizni aeroportdan qaysidir davlatga kuzatmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni shaxsiy tasdiqlovchi hujjatingiz bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa prava yoki pasport. Shunaqa. Albatta. Aeroportga eng maza qiladigan joy mana shu. Tekin katatsiya qilamizda. Birinchi kelganlar ham hayron qolishadi. Dunyoning aeroportlarida, ya'ni Malayziyada, Dubayda, katta-katta aeroportlarda bunaqa yo'laklar kilometrlab, juda katta-katta masofalarda joylashgan. Chet ellarda o'qisangiz, sayohatga chiqsangiz, bunaqa ajoyibotlarni ko'raverasiz. Yangiliklar, har kuni ko'rmaydigan, insoniyat qo'li bilan yaratilgan texnologiyalardan maza qilib ko'rib, o'zim umuman aeroportga talabalarni kuzatishga kelgan paytimda o'zim qo'shilib ketvorgim kelaveradi nimagadir. Sayohat yaxshi narsa-da, odamga dopamin beradi. Tak, ular nechinchiga yetdi ekan bugun? Tak, demak, aeroportga kelganingizda sizni biletingiz, reyslaringiz mana shu tabloda ko'rinadi. Bunda qayerga uchmoqchisiz, uchadigan joyingizni topasiz birinchi va keyin bu yoqda biletingizni raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni uchish reysingiz, samolyotingiz ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha bo'yicha keyin gatelarga qarab ketaverasiz. O'zbekistonda adashmasam 50 taga yaqin gate bor. Kuala Lumpur ikkita ketyapti. Batik Air ODA 752, Kuala Lumpur O'zbekiston Airways. Mana havo yo'llari 553. Mana shuni demak biz gate'ini ko'rdik. Mana 16-19, 16-dan 19-gacha gate'gacha bo'ladi. Gate degani bu inglizchada darvoza degani. Hozir biz o'sha 16-19 darvozaga boramiz. Bizning talabalarimiz Malayziyaga shu yerdan uchadi. Malayziyaga deyarli har kuni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston havo yo'llari orqali reys bor. Boshqa reyslardan $20 qimmat bo'lishi mumkin, lekin usluga servisi juda ham zo'r. O'shaning uchun asosan O'zbekiston havo yo'llarida shu tavsiya qilaman. Batik Air ham bor. Deyarli bular 2 soat, 3 soat farqi bilan uchadi. Shunaqa. Men bu yerda talabalarimiz ketishyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Qanday Kamronbek? O'ta oldinglarmi? Zo'r. Bular o'rtoqlarimi? Gap yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yigitlar, yaxshimisizlar? Nega sizlar ketmayapsizlar? Xudo xolasa. Qachonga harakat? Assalomu alaykum. Kamronbek shuncha o'rtoqlarni kimga ishonib tashlab ketyapti endi? Zo'r. Qalaysizlar? Yaxshimisiz? Italiyaga boramiz. Siz Italiyaga borasiz? Ha, hammangiz Italiyaga borasizlar. Zo'r. Ha. Kim Italiyaga, sizmi? Ha, biz Qaysi yilda borasiz? Xudo xolasa o'qishda o'qiydi-yu Italiyada. O'shanda hammamiz o'rtoqlar guruhga boramiz. Ha, ko'rishga borasizlarmi? Biz bir haftalik turga sotamiz, turga sotamiz. Ha, o'qishga bormaysizlar sizlar. Nega unda Kamronbek ketyaptilar o'qishga? Chetga harakat qilgan. Ha, o'qiganmi? Demak, sizlar o'qimadingiz? Yo'q, o'qidik, boshqa narsa bo'yicha IT. Zo'r. O'zbekistonda. Zo'r gap, omadinglarni bersin. Bari o'qish kerak. Hech bo'lmasa bu aytganinglardek sayohatga chiqish kerak. Navdo'pa, qalaysiz? Sog'ingiz yaxshimi? Qalay hissiyot? Boyagi gap bo'laveradi-da, ana ketadi, mana ketadi bo'laveradi-yu, lekin kuzatish jarayoni qanaqa bo'lar ekan? Bilasizmi, ham qayg'uli, shu bilan birga ham faxrli. Juda ham farzandingni chet el nufuzli oliygohlarga jo'natish bu har bitta ota-onani orzusi-da bu. Lekin o'zingizdan
qiyinchiliklarni bergan tarbiyangizni ko'ryapsiz-da. O'sha natijasini. Bular gapiramanlar. Onalarni yig'lashi hech bo'lmayman-da. Siz yig'ladingiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Kamronbek tuzumisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Inobat opani yig'latib qo'y deymiz kelgunlarcha. Hech kunam yig'lamadi. Ha, yo'q. Siz borib turasiz. Vizasiz davlat. Shu bahonada Malayziyaga ko'p borasiz. Bizda shunaqa oilalar bor. Har 6 oyda borishadi. Bizga ham nasib qilsin. Xudo xohlasa. Iloyim farzandimizni ketidan dunyo ko'rish, mani ichimdan o'tayotgan his-tuyg'ularni hozir ta'riflab bera olmayman. Juda ham boshim osmonda. O'g'lim bilan faxrlanaman. Juda ham o'zini bilimi bilan, o'zini kuchi bilan mana shunaqa oliygohlarga o'qishga kirdi. Xalqaro universitet talabasi bo'ldi. Har bitta ota-onaga nasib qilsin. Farzandini ketidan faxrlanish. Mana shunaqa men his qilayotgan baxtni hamma onalar his qilishini Nasib bo'lsa. tilab qolaman. Inobat opa, Kamronbekni urushgan vaqtingiz, o'qigan deb turib, ko'zga yomon ko'rgan vaqtingiz ham bo'lganmi? Ko'p bo'lgan. Juda ham. Shular sabab chiqyapti-da, shunaqa shu yerlarda turib shunaqa o'qishlarga Ota-onalarimiz qattiqqo'llik qilsa, biz xafa bo'lardik-da. Lekin buni natijasi hozir bitta uchasiz-ku, o'sha payt hammasi esdan chiqadi. Ha, shunaqa ekan o'zi. Endi agar shunaqa urushmaganda, tergashmaganda bunaqa narsalar bo'lmasdi-da. Chunki IELTS 600 bor, to'g'rimi? IELTS 6 daraja olish oson emas-da. Qolgan fanlaringiz ham yaxshi. Shunaqa. O'zida qanaqa hissiyotlar o'tyapti? O'zimda hissiyot juda ham zo'r, chunki men o'zimni orzularimga sari bitta qadam bosdim men o'zi. Xudo xolasa endi dalish bo'lishga ketib, o'zim xohlagan natijalarga, o'zim xohlagan maqsadlarga erish niyatim bor. Hozir o'rtoqlardan so'radik, hazil qilib aytishdi menimcha, sizlar nimaga ketmayapsizlar? Kamronga o'xshab chet elda o'qishga desam, u o'qiganda edi, dedi. Men aytdim, "Ha, sizlar demak o'qimagan ekansizlar" dedim. "Yo'q, o'qiganmiz" deb qo'ya qolishdi. Yo'q, endi hammasi ham o'qigan, hammaning o'zining dunyo qarashi bo'ladi-da baribir. Tanlovlari bo'ladi hayotda. Hammasi o'zining tanlovi bo'ladi. Bir xillari o'qigisi keladi, bir xillari o'qigisi kelmaydi. O'qiyman degan odam harakat qilsa baribir u xohlagan davlatga ketib, katta joylarda o'qib, o'zini maqsadlariga erishsa bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha endi. Mana tengdoshlaringiz hozir yoki xuddi sizning holatingizda bo'lgan oilalar ko'pda, ya'ni farzandimni chet elga o'zi o'qitaymikin yoki o'zim ketaymikin degan holatlar rosa ko'p bo'ladi. O'zi umuman mana shunaqa ikkilanadigan insonlarga, bolalarga nima deysiz? Endi men ikkilanish kerak emas deb o'ylayman, chunki nima desa bo'ladi? Baribir chetda o'qiganning vazmoyisi kattaroq bo'ladi-da, o'zining orzulariga erishish, shunga o'xshagan narsalarga imkoniyat ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ulushni bolaga qo'yib qo'yish kerak, shu narsani bolaga ishonch berish kerak. O'shanda bola eplab ketadi deb o'ylayman. Siz o'zingiz harakat qildingizmi yoki uydagilar aytishdimi? Yo'q, men o'zim chetga ketish niyatim bor edi. Просто bitta davlatda определить qila olmayaptim-da men. Endi boshda masalan Germaniya ham bo'ldi, Koreya ham bo'ldi. Keyin sizlar konsultingga borgandan keyin ikkita uchta vыбор berdinglar. Qarasa orasida eng yaxshisi, eng выгодныйsi Malayziya ekan. Shuning uchun Malayziyani tanlab, xudo xolasa bugun 100% grant ham oldingiz. 100% grant ham oldim. Rahmat sizlarga kattakon. Salomat bo'ling. Rahmat. Inobat opa, mana juda ko'p onalar, bir xilda buvijonlar, nima qilasan chet elga o'qib yoki ayniqsa buvijonlar rosa ko'p xavotir olishadi. Nima qilasan o'zimizda o'qaversan, hali kichkina bola-ku 17 ga 18 ga kirdi deyshadi. Shunaqa bitta qarorga kelisha olmaydi. Nima deb maslahat berasiz? O'zi umuman qo'yib yuborish kerakmi yo'qmi ularni? Bunaqa bizani o'zbek oilalarda bunaqa fikrlar, bunaqa buvilar tomonidan, yosh kattalar tomonidan bo'lishi tabiiy holat. Lekin baribir farzandga, bolaga imkon berish kerak. Bolaga imkon berish kerak. Bolani xohishlarini, uni orzusini, uni maqsadlariga erishish uchun Qo'llab-quvvatlash kerak. Qo'llab-quvvatlash kerak, albatta. Va inson o'zi bergan tarbiyasiga ishonib yo'l tutsa, ko'ngli xotirjam bo'ladi, что bolasi adashmaydi. Xudo xolasa bizani o'g'limiz ham tarbiyamizni oqlab, xudo xolasa yuzimizni yorug' qilib, nafaqat bizani uni bilgan, uni tanigan, unga bilim bergan, uni qo'llab-quvvatlagan jamiki insonlarni yuzini yorug' qilib keladi. Zo'r. Endi shu joyda jarayonlar qanchalik bo'ldi? O'zi bizga qachon murojaat qilgandinglar? Sizlarga IELTS olishi bilan fevral oyida murojaat qilgan edik. Shu fevral o'rtalarida murojaat qildik. Va fevralni juda qisqa vaqt ichida universitetdan javob xati keldi. Ya'ni biz uzoq muddat kutib o'tirmadik javob xatini va shunaqa grant deb aytishganida juda ham xursand bo'ldik. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim va o'g'limga aytdim, mana ko'rdingmi?
birgina til sertifikati orqali, birgina tilni bilishing orqali qanaqa dunyo senga o'z eshiklarini ochishi mumkin. O'g'lim, bekor o'qimabsanmi desam, oyijon yaxshi ham o'qimadim, o'zi ham o'qisam. Sizni urushgan gaplaringiz unga o'sha payt asaldek уже tuyulib ketganda, o'sha payt qadriga yetmaydi. Bizlarning xizmatimizdan qanchalik rozi bo'ldingiz? Men to'g'risini aytsam, har kuni deyarli bog'lanaman sizlardek menejer qizlar bilan. Boya ham o'zligiga ham aytdim, qizlar, mehnatingizga rozi bo'linglar. Juda ham oilamiz bilan minnatdormiz. Proses, ya'ni jarayonlarda hujjat yig'ish, boshqa qilish, universitet bilan aloqalar hammasini o'zingizlar hal qilib, menejerlaringlarni ishlashi, ularni bilim saviyasi, beradigan konsultatsiyalari juda ham bizani qoniqtirdi. Chunki biz sizlarga murojaat qilishdan oldin boshqa bir qancha konsalting kompaniyalarga ham murojaat qilganmiz. Lekin ichidan aynan sizlarning menejerlaringlar bergan konsultatsiyalar yoqqani uchun sizlarda to'xtab, sizlar orqali universitetga hujjat topshirdim. Rahmat sizga ishonch uchun. Xudo xolasa, Kamronbek ham sizlarni xursand qilsin, ham bizlarni xursand qilsin. Biz ham faxrlanib bu joyda ko'rib qolsak, bir xilda milliy kanallardan, o'sha davlatning milliy kanallaridan talabalarimiz ko'rinib qolsa, biza ijtimoiy tarmoqlarimizda yoritib, mana shu o'quvchining ketishiga biza sababchi bo'lganiga rosa xursand bo'lamiz. Yana shunaqa holatlar takrorlansin, nasib bo'lsa. Shu kuzatganingiz uchun rahmat. Agar yanami bo'ldi. Shuncha savolga javob oldim. Hozir orqamda Kamronbek uydagilar bilan gaplashyapti. Biletlar olindi, registratsiyadan o'tildi va hozir xayrlashuv jarayoni. Hozir kuzatishimiz mumkin, ular sokin, bir-bir bilan maza qilib gaplashib o'tirishdi, lekin asosiysi, eng qiyin joyi, bo'yiga kulminatsion nuqtasi mana shu chiziqda boshlanadi. Bu joydan o'tishi bilan bo'ldi. Qolgani O'zbekiston chegarasi emas. Migratsiyadan yoqqa o'tib ketadilar. O'sha joyda kuzatib tursangiz, Kamronbekni yaqinlarning emotsiyasini ko'ramiz. Ilohi amin. Bolam yo'llari bexatar bo'lsin, yaxshi o'qib, yaxshi mutaxassis bo'lib qaytsin. Bu shunchaki balandparvoz so'zlar emas, yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan yaxshi, yetuk mutaxassis bo'lib kelsin. Yuzi yorug' bo'lsin. O'qishlari bardavom bo'lsin. Xudoim xudovonda har bir yigit qizga shunaqa o'qishlar nasib qilsin. Biz juda ham xursandmiz shunaqa imkoniyatlar yaralganidan. Bolamga faqat mustahkam sog'lik tilayman. Qo'lini ochib duo qilayotgan, duoga qo'l ochgan har bitta insonni Allohim yo'llarini ochsin. Xudoim xudovonda bolam yo'llari bexatar bo'lsin. Eson-omon borib yuzi yorug' bo'lib qaytsin. Hammamiz shunaqa yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Hammamizga shunaqa kunlarda ko'rishib turaylik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر.
O'zbekiston chegarasidan chiqdi. Shunaqa. Navoid opa, qalay emotsiyalaringiz? Qiyin bo'lmadimi? Qiyin bo'ldi albatta. Xursandchilik ko'rsatishku bu. To'g'rimi? Mana уже qilgan mehnatingizni birinchi xudo xolasa rohatini, xursandchiligini ko'rdingiz. Hozir o'ziga ham aytdim, hozir quchoqlab xayrlashayotganda bolam, sen bilan faxrlanaman. Bunaqa kunlarni hamma ona orzu qiladi, hamma ota orzu qiladi. Kimlar yetgan, kimlar yetmagan. 18 yildi. 17 yil. 17 yil. Hamma ota-onaga nasib qilsin shunaqa kunlar. Hamma bolasi bilan faxrlanib. Albatta. Sizni hissiyotlaringizni his qilish bizga ham nasib qilsin. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Duoda bo'ling. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Mana shunaqa ishonchli sidqidildan insonlarga yordam berib, shu yoshlarimizni chetda o'qishi uchun o'zini beg'araz yordamini berayotgan mana shunaqa konsalting kompaniyalar borligidan juda ham xursandman. Rahmat, ishonch. Va kuzatayotgan har bir ota-onaga, yoshi kattalarga, umuman farzandi borlarga aynan Buran konsaltingni taklif qilgan bo'lardim. Albatta. Va o'zi umuman chet elga chiqarish kerakmi? Buni ham aytib keting. Albatta chiqarish kerak. Ikkilanib o'tirmanglar, bolaga hech qanaqa to'sib qo'ymanglar, ishoninglar, o'zingizlar bergan tarbiyalarga ishoninglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Men xudo xolasa bolamdan ko'nglim to'q, yomon tarbiya bermadik, yomon bo'lgin demadik, xudo xolasa oqlab keladi deb. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. O'rtoqlarim yig'lashib qo'yar. Hozir men ham yig'lab yuboraman to'g'risi. Onalar yig'lagan ko'rganman, lekin o'rtoqlar yig'lagan ko'rmagan, rostda. Ajoyib. Do'stlar, agar sizlar ham shunaqa hissiyotlar bilan bu boshlanishi, yaxshi hissiyotlarni bu boshlanish chizig'i mana shu joy. Ota-onalarga shunaqa hissiyotlar beringlar, o'zingizlarga shunaqa hissiyotlardan maza qilinglar, o'zingizlarning hayotingiz uchun o'zingizlar qaror qilinglar. Chet elga chiqib o'qimoqchi bo'lsanglar, kimga murojaat qilishni bilasizlar? Albatta, Boran konsalting har doim yaxshisini tavsiya qiladi. Salomat bo'linglar.